Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan tashqi struktura va ichki struktura swing high va swing low haqida gaplashamiz. Xo'p, ko'rib turganlaridek impuls to'g'rimi? Bu yerda bozor o'zidan oldingi maksimumni bo'z qilib o'tyapti. Ya'ni bu maksimum kuchsiz bo'lyapti. Bizda maksimumlar kuchsiz bo'lyapti, minimumlar kuchli bo'lyapti. Bu minimum bizda kuchli bo'ladi. Bu kuchli minimum esa swing low deb ataladi. Bu kuchsiz maksimum swing high deb ataladi. Bizda swing high kuchsiz bo'lyapti, swing low kuchli bo'lyapti. Tashqi struktura minimumi swing low, tashqi struktura maksimumi swing high bo'ladi. Endi ichki strukturaga keladigan bo'lsak, bozor impuls korreksiya qildi. Korreksiyada bizda ichki struktura shakllanyapti. Bu yerda impuls, korreksiya, impuls, korreksiya, impuls, korreksiya, impuls bo'lyapti. Bu yerda uptrendni korreksiyasi ichki strukturada sell trend shakllantiryapti. Sell trend shakllantiryapti-da, bu yerda ichki struktura shakllanishida bizda korreksiya tugashini oldindan bilishimizga yordam bo'ladi ichki strukturani yaxshiroq bilishimiz. Chunki bu yerda ichki strukturada bozor cho'ch qildi. Ya'ni korreksiya tugadi, impuls boshlanayotgani haqida bizga signal beryapti. Bu cho'ch bu birinchi bizni tasdiqimiz bo'ladi. Bu yerda misol uchun impuls bilan ko'tarilyapti. Tashqi strukturada impuls bilan ko'tarilgan tashqi strukturada ichki struktura shakllangan bo'ladi. Bozor shu tariqasida ichki struktura shakllantirib ketgan bo'ladi. Bu shakllantirib ketgan ichki strukturada bizda zonalar bo'ladi. Bu yerda zona bo'lishi mumkin. Yokida bu yerda zona bo'lishi mumkin. Bozor zonaga keldi, bo'ldi, mana shu yerda korreksiya tugadi, impuls boshlanadi deb o'ylasak, bu xato bo'ladi. Ya'ni riskovanniy bo'ladi, riskimiz ko'p bo'ladi. Qachonki narx shu pivay zonamizga keladi, kelgandan keyin bizni qo'shimcha tasdiqlarimizni oladi. Ya'ni qo'shimcha tasdiqlarimizdan bittasi bozor ichki strukturani cho'ch qiladi. Cho'ch qilgandan keyin biz bozorga kirishimiz mumkin bo'ladi. Unda ham qo'shimcha tasdiqlar bilan, zonalar bilan, stop loss, take profitlarimizni qo'ygan holatda eng yaqin swing high gacha biz bozorda pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buy pozitsiyasini ochib, biz take profitlarimizni olishimiz mumkin. Xo'p, bitta narsani eslatib o'taman do'stlar. Bozorda hech qachon ichki struktura bilan tashqi strukturani almashtirib yubormanglar. Birinchi tashqi strukturani aniqlab olamiz, keyin ichki strukturani aniqlab, ichki struktura cho'ch qilgandan keyin biz trend bo'ylab yana bozorga kirib o'zimiz foydamizni olib chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Agarda bozorda ichki strukturani bilan tashqi strukturani yaxshi aniqlab olmasanglar, bu minusga olib kelishi mumkin. Chunki bu narsa o'zimni boshimdan o'tgan. Trading sohasiga boshida kirganimda oz-moz o'rganib, trendlarni qanaqa qilib aniqlashni o'rganib, men bozorga kirganman. Bozorda mana ichki struktura korreksiyasida sell trend shakllantiryapti. Sell trend shakllantiryapti. Men trend bo'ylab bozorda o'zim foydamni olaman deb bozorga bu yerlarda sellga kirganman. Sell qilib bozorga kirganmanda ozgina teparog'iga stop losslar qo'yib joylashtirib, take profitim bo'lsa bu minimumga qo'yganman. Chunki trend sell bo'lyapti, men trend bo'ylab ishlayapman deganman. Bu o'ylash to'g'ri, bu trend bo'ylab ishlash kerak, lekin qachonki tashqi va ichki strukturalarni to'g'ri aniqlashni o'rganganimizdan keyin. Hech qachon ichki struktura bo'yicha emas, hech qachon ichki struktura bo'yicha ishlamaslik kerak. Doim tashqi struktura bo'yicha ishlash kerak. Ichki struktura ko'p holatlarda bizni aldab qo'yishi mumkin bo'ladi. Biz ichki struktura откаты tugashidan, ya'ni korreksiyasi tugashidan impuls holatiga o'zgarish holatida biz bozorga kirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni trendga to'g'ri ishlaymiz. Bozor bunda meni nima qilgan? Bu yerda trend bo'ylab ishlayapman deb men sell pozitsiyalarga kirganman, take profitimni qo'yganman, stop losslarni joylashtirganman. Joylashtirganimdan keyin
Bozor o'zi aslida bu tashqi strukturaning korreksiyasi bo'lgan. Korreksiya bu yerda tugadi. Korreksiya tugatdi. Bozor birin-ketinlik bilan meni stoplarimni olib, ya'ni balansimni minusga olib kelgan. To'g'rirog'i minusga o'zim xatoyim bilan olib kelgan. Keyin yana bir narsa, bozorda bitta narsani doim yodinglarda tutinglar. Minus qildinglarmi? Nima sababdan minus qilganlarni yozinglar. Plyus qildinglarmi? Nima sababdan plyus qilganlarni yozinglar. Doim yozib borish kerak. Har bitta harakatingizni yozib boring. Minus qildingizmi? Minus qilganingizni, nima sababdan minus qilganingizni qidirib toping. Va shu xatoingiz ustida ishlang. Har kuni bozorga kirishdan oldin shu xatolaringizni bir qator o'qib chiqing. O'qib chiqib yodda saqlang. Yodda saqlab, bozorda savdo kirishdan oldin ana shu xatolarni bitta ko'z oldinglarga keltirasizlarda, o'sha qilgan xatoni yana qaytadan qilmaslikka harakat qilasizlar. Shundagina sizlar natijaga erishasizlar. Shuning uchun do'stlar, xato qilishdan qo'rqmanglar. Xato qilishdan qo'rqmanglar. Xato qilishdan qachonki qo'rqishinglar kerak. Bu xatodan to'g'ri saboq olmasanglar, shunda qo'rqishinglar kerak. Xatodan odam o'ziga dars oladi. Dars olmasa, u yomon bo'ladi.